Elektr uskunalarini himoya qilish vositalari. Birinchisi bu avtomatik выключательlarimiz bo'ladi. Bu avtomatik выключательlarning ichida mana bunga o'xshaydigan tokovый relе bo'ladi. Mana bundan ma'lum bir tok oqqanda magnit maydon hosil bo'ladi va mana bu relemiz tortadi va avtomatik выключателimizni o'chiradi va ma'lum bir elektr asboblarini himoyalaydi. Elektrodvigatellarda ko'proq mana bu relédan foydalanishadi. Bu teplovoy relé, ya'ni issiqlik relesi. RT relé teplovoy. Buning ichida maxsus bemetall bor. Bemetallimiz o'rnatilgan tok, mana bu yerdan tokni o'rnatasiz. 7, 8,5, 10 amper oqishi bilan bemetall qiziydi va kelib turib mana bu tugmamizni ajratib yuboradi va mana bu ikkita kontaktimiz puskatelni ajratadi va elektrodvigatellarni himoyalaydi. Endi yuqori kuchlanishli uskunalarda mana bunga o'xshaydigan bloklardan foydalaniladi. Bu BMRZ blok mikroprotsessorni releyniy защиты. Bu o'zida juda ko'plab himoyalarni o'z ichiga oladi. Mana o'rnatishingizga bog'liq. Tokovая отсечка, МТО максимальная токовая отсечка, МТЗ максимальная токовая защита, перегруз, однофазное замыкание на землю, дифференциальная защита, qisqa tutashuvdan himoya qiladi, maksimal toklardan himoya qiladi, yuqori yuklamalardan himoya qiladi, yerga o'tkazsa va himoya vositalari ishlaydi. Mana shunday bloklarimiz yuqori kuchlanishli uskunalarimizda ishlatiladi. Mana bu bloklarimiz, mana ulanadigan joylari. Mana Rossiya Federatsiyasida ishlab chiqarilgan. Mana elektr uskunalarida foydalaniladigan himoya vositalari. Elektrotexnika.uz kanaliga obuna bo'linglar, like bosinglar va bizni kuzatib qolishda davom eting.